Sizda ham shunday bo'ladimi? Katta pul topish imkoniyati tug'ilsa, ichingizda tushunarsiz qo'rquv yoki hadiksirash paydo bo'ladi. Yoki qo'lingizga kutilmagan summa tushsa, uni tezroq sarflashga shoshilasiz. Bu tasodif emas. Bu sizning ongingizdagi psixologik to'siqlar. Yaxshi odam boy bo'lmaydi degan mif. Bolalikdan ko'pchiligimizga boylar ochko'z, halol yo'l bilan boyib bo'lmaydi degan gaplar singdirilgan. Ong ostimizda yaxshi odam bo'lib qolish istagi boy bo'lish istagidan ustun keladi. Natijada miyamiz bizni boylikdan himoya qila boshlaydi. Tushuning, pul bu axloq ko'rsatkichi emas. U shunchaki sizning imkoniyatlaringizni kengaytiruvchi energiya. Kambag'allikning qulaylik zonasi. Inson miyasi o'zgarishlardan qo'rqadi. Oz bo'lsa ham barqaror daromad xavfsizdek tuyuladi. Katta pul esa katta mas'uliyat, yangi muammolar va atrofingizdagi odamlarning munosabati o'zgarishini anglatadi. Ko'pchilik ongsiz ravishda o'zini boylikdan mahrum qiladi, chunki ular o'sha katta mas'uliyat yukini ko'tarishga tayyor emas. Sizda ham pul bilan bog'liq tushunarsiz qo'rquvlar bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring va do'stlarga ham yuborishni unutmang.